Ko'pchilik mendan avval semiz edingiz, ancha baqbaqalaringiz, qorinlaringiz chiqib qolgan edi. Hozir yoshgina bo'lib, ozib, chiroyli bo'lib qopsiz, deyapti. Mashalloh, Allohning izni bilan albatta. Buning sababi nimada deb so'rashyapti. Buning ikkita sababi bor. Birinchisi parhez qilish va ikkinchisi sport bilan qat'iy shug'ullanish. Va sport bilan shug'ullanganingizda ham parhez uchun, ham sport uchun kerakli bo'lgan eng asosiy bitta vosita bor. Bu ham bo'lsa kollagen. Juda ko'pchiliklaringiz bilasizlar, o'sha dietologlar, nutritologlar yoki bo'lmasam o'sha fitness murabbiylar, trenerlar doimiy ravishda kollagenni tavsiya qilib kelishadi. Tibovitdan, Tibomet Tibovitdan original, haqiqiy, tabiiy kollagen. İstesangiz buni apelsinligi bor parashok, kukun ko'rinishida aralashtirib ichasiz. Yo'q, men kukun ko'rinishidagini icha olmayman desangiz, xuddi shuni tabletka ko'rinishdagisi bor. Ikkalasini kuchi bir xil natijani beradi. Ikkalasi ham 77lik 377 0001 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Sizga qanaqa buni qo'llash kerakligini va uyingizgacha yetkazib berishni ta'minlab berishadi.